Hozirgi kunda Sergeli bilan Yangi hayotda markaziy qismi, ya'ni qoq yuragi bo'lib turgan Sergeli metro bekati Golden Life Targov sentrimizda shu ko'chadan kirib kelaverishda uchta Novostroyka domlarimizda joylashgan. Hurmatli obunachilar, 3 xonali uyimizga chiqdi. Skvoznoy holatda g'ishtli dom, eng yaxshi tomoni bilasizlar, sizlar uchun har doim narxi arzon uylarni obzor qilib kelamiz. Bu kvartiramiz ham narxi arzon, ipoteka bo'ladi. Hozir sizlarga shu uyimizni obzor qilib beraman. Bismillah, men obzorni boshladim. Hurmatli obunachilar, kiraverish fayziy xonadon, prixoshka qismimizda ko'rib turganingizdek to'g'ri zal joylashgan. 5 ga 3 zalimizda mana stol-stullar, mana uyda konsertlar, uyda qoladi. Uyimizning remontlari yaxshi holatda, zaldan tashqariga qaragan narujniy balkonimiz bor. Balkoni ham juda katta, keng holatda joylashgan. Bu tomonda pattiviy zonani ko'rib turibsizlar. Kiraverish asosiy eshigimiz bu tomonda. Prixojniy mebellari uyda qoladi. Bu yoqda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rib turibsizlar. Kuxnyadagi barcha mebellar uyda qoladi. Mana bu yoqda duxkontrni kotel joylashgan. Isitma suvdan muammo bo'lmaydi. Derazadan tashqariga qarasanglar, ucha atmosferani ko'rasizlar. Pastda mashina qo'yish uchun parkovkalari bor. Uni alohida uyda egasi o'zingizga kelishib olasizlar. O'tirish uyimizda skvoznoy holatda, prixoshkadan bu tomonga o'tganda bitta alohida bolalar xonasi, bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Eng yaxshi tomoni sanzillar razdelniy holatda, bu yoqda vanna, alohida holatda hojatxonamizda joylashgan. Bu tomonda hojatxona qismimizni ham ko'rib turibsizlar. Uyimizda 7 etajli domni, 7-etaji 58 kvadrat metr g'ishtli dom, skvoznoy holatda joylashgan. Derazadan tashqariga qarasanglar, chiroyli atmosferani ko'rasizlar. Bu tomonda eviz joylashgan, bu tomonda 3-metro bekat. Sentralniy ko'cha, maktab, bog'cha, metro, marketlar oldida joylashgan. Narxi bizning kanalda $59,500 uyimizda ipoteka ham bo'ladi. To'liq ma'lumot Lakasa Telegram kanalida uyimizning narxi yoqqan bo'lsa, like, podpiskasidan chiqmasdan pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin.